kuchli to'rtlik uchun kurashda harorat juda yuqori va kimdir yaqinda kuyadi. Manchester United Evertonda g'alaba qozondi. Bu oxirgi 6 ta o'yindagi 5-si. Yaqqol ustunlik yo'q bo'lishi mumkin, lekin kerakli natija qo'lga kiritildi va jamoa 4-pog'onaga yaxshilab joylashib oldi. Unitedning tepa va pastdagi qo'shnilari Chelsea va Aston Villa ochko yo'qotdi. Bu esa bu turda qo'shib berilgan daqiqalarda qiyin g'alabani qo'lga kiritgan Liverpoolga juda ham qo'l keldi. Demak, manzara shu. City va Arsenal o'rtasidagi kurash o'z yo'liga. 3-o'rindan 6-o'rindagi klublarning o'z fronti bor. Tepa va pastdagi farq 6 ochko. Chempionlar ligasiga olib chiqadigan dahliz esa juda tor. 6 ta jamoa sig'maydi. Bu yerda yarimta taym ham ko'p narsani o'zgartirib yuborishi mumkin. Chunki har bir jamoaning nozik tomonlari bor va muhimi uni berkita olishlikdir. Pastda esa berkitishga hech narsa qolmadi. Tottenham xavfli zonadan bor yo'g'i 4 ochko yuqorida. Nottingham Forest bir mavsumning o'zida 4 marta murabbiyni almashtirdi, lekin hech narsa o'zgarmadi. West Hamda o'yin bor, lekin ochko yo'q. Xullas, har bir frontning o'z urushi bor. Harorat esa pasaymayapti. Zero bu Premier Liga. Xatolar ustingdan hukm o'qiydi. Hukmning esa qurboni bo'ladi.